Sharqi Turkistonning Xotan viloyatida 6,4 bal yer tavridi. Xitoy yer tavrash to'g'ri markazining bildirishicha, Xotanda 26-iyun saharda 6,4 bal yer tavrigan. Tavrash markazining cho'nqurligi 10 kilometr bo'lib, Xotan shahrining sharqi janubiga 279 kilometr keladi ekan. Xitoy burunqiga o'xshashli yer tavrashdan kelib chiqqan o'lim yetim va moddiy ziyonlar haqida uchur bermadi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik vositalaridan biri bo'lgan yig'ilish lagerlarining hayot shohidi Sayragul Saudbayning kechirmishlari Germaniyalik yozuvchi Aleksandra Kaveli o'z tarafidan kitoblashtirildi. Tajidar guvohchi nomli bu kitob 22-iyun Berlinda nashr qilindi. Kitob tonishtirish yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa qatorliq rahbarlar ishtirok qildi. Xitoy xalq to'rining 23-iyun xabar qilishicha, bu yil may oyining oxirigacha Sharqi Turkistonning har qaysi joylaridan 271,600 Uyg'ur 5-emgak kuchi nomida qul o'rinda ishlatish uchun uy makonlaridan ayrilgan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Sharqi Turkiston xalqini xitoylashtirish uchun turli vositalarni qo'llanish bilan birga, ularni har xil shiorlar bilan yurtlardan surgun qilib, Xitoy o'lkalariga avatmoqda. Avstraliya Strategik siyosat instituti bu yil 2-oyda e'lon qilgan bir dokladida 2017-yili va 2019-yillar orasida necha 10 minglagan Uyg'urlarning Xitoydagi zavodlarda majburiy emgak silinish uchun Xitoyga yo'tkalganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining qarashicha, Huawei o'z ichiga olgan 20 Xitoy shirkati Xitoy armiyasining ig'dorchiligida yoki kontrolligida ekan. Amerika taratqullarining xabar qilishicha, 5 burjaklik bino tayyorlagan embargo tizimligida bexatarlik kamera sistemasi shirkati, Xitoy telegraf shirkati, Xitoy ko'chma xabarlash shirkati va Xitoy Osiyo sanoat shirkati qatorliqlar bor ekan. Bu tizimlik Amerikaning Xitoy shirkatlariga qartilgan yangi moliya embargosi uchun asos tayyorlagan. Xitoy hukumati uzundan buyon bu shirkatlarning Xitoy hukumati va Kompartiya tarafidan ishlatilganligini rad qilib kelgan. Qonun bo'yicha Amerika prezidenti Donald Trump 5 burjaklik bino tayyorlagan bu tizimlikdagi shirkatlarning Amerikadagi mol-mulklarini to'ng'iltish qatorliq jazolash tadbirlarini qo'llaydi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerika bilan Yevropa ittifoqi davlatlari orasida Yevropaning iqtisodiy strategiyasini o'g'irlagan deb ayblangan Xitoyga qarshi turishni planlayotgan o'rtaq mexanizm andisisining muhimligini ta'kidladi. Pompeo Washingtondagi Aqllar Ambri Germaniya Marshall Fondi tarafidan uyushtirilgan suhbat yig'inida Xitoyning dunyodagi ta'siri va faoliyatiga bahobat. Pompeo Amerikaning har vaqt Xitoy bilan yaxshi munosabat qurishni umid qilganligini, lekin Xitoyning buningga o'xshash darajada tirishchanlik ko'rsatmaganligini tilga olib bunday dedi. Men Xitoy Kompartiyasining Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti ichidagi bir-birimizdan ko'rishni xohlaydigan qimmat qarashimizga diqqat qilganligiga ishonmayman. Pompeo Xitoyning Hindiston va Sharqi Janubiy Osiyodagi Malayziya, Indoneziya, Vyetnam va Filippinga ig'ir tahdid selishga boshlaganligini, shunga Amerikaning Yevropadagi kuchini bu rayonga yo'tkazishga boshlaganligini ta'kidladi. Pompeo Xitoyning o'z iqtisodi uchun Yevropa ittifoqining ilmiy va iqtisodiy uchurlarini o'g'irganligini va qoidaga tayangan savdo sistemasini suiiste'mol qilganligini bayon qilib, Yevropa ittifoqining Xitoyga qarshi harakat qilinishi kerakligini ogohlantirdi. Xitoyning Xitoy bilan Hindiston askarlari o'ttirisidagi to'qinish yuz bergan chegara rayonidagi Galvan vodiysiga yaqin bir joyda yangi qurilish ilib berilayotganligi o'ttirg'a qo'yildi. BBC'ning xabar qilishicha, yangi sun'iy hamrohdan tortilgan suratlarda oldin qayda hech qanday bino ko'rilmagan rayonda Xitoy yasagan uskunlar ambiri, chidir va saqlash o'rinlarining borligi oshkorlangan. Xabar qilinishicha, Olam texnikasi shirkati ta'minlagan bu rasmlar 22-iyun tortilgan.
Hindiston Tashqi ishlar ministrligi 17-iyun Xitoy tarafining amaliy kontrol liniyasi Ladakning Hindiston tarafdagi Galvan vodisida qurilish elib bormoqchi bo'layotganligini aytgan edi.